Senin ölgün baydı bu. Yani nemiga karşılık kılırsan. Bu 100 yılının hiç kandak ekmeti yok. Onundan ölüp de azaplı ol. Serdarni ustup koyay. O bak kıyırken. O kayaga bardı. Tez bununla tez. Tez. Al ileri. Al ileri. Vay can. Muşavir Yuan Tiangang. Emre'den istifa veripti. Yosh bol. Keyif bol qilib saranlik qilib o'tirsan. Mening kimligimni bilishamsan. Sizlar uning gaplariga quloq solmanglar. Sizlarga deb qo'yay. Xatalashibdiman. Xo'sh, rasmida. Onun qibir nima degili bo'lmaydi. Bo'ldilar. Voyjon! Ismini ber. Tiangang. Mushavir. Qancha yosh? 120. Esimde yok. Rastavatına. Asiyat taşbaka uzun yaşaydı. Ne gün boldu koçda lağaylap yürüydü. Adem zade neyim için yaşaydı? İlah. Tum Allah ara. Sumu. Menin aranmış bir dostum var idi. Mey isem neyimi boptu? Aman ölüp topuğu aylana. Hey, keyiflikte işildin mi? Baban seni ağırlık yaptı. Emre'den istifa veripsen. Ağlasam oradakiler seni izlep Evet, tipuvasımı kayıtıp ketmeyim. İş kılıp emdi kılmayım. Bisharatname. Levo işki cemaatinin bisharatiga Ulan kelsa. değişmeydi. Kara sana tayarlığa meyve korumulağa. Hemmisi sen yaktırdığın korumula. Abla, dişinin yokluğunu unutup kaptım ben. Bu korumularını yiyen mi gideksen? Bolması ben çaynap andın. Özlerini besip asla. Eziqim bilen ezip yeymen. Rahmet. 10 neçe yıl oldu. Yalğandın ölgen buluverip rahat çıkıp aldı. Ben ağanla mı kögülük emedim. Deyine kanç kadek içse. İşkimiz ömürlük kadin asla. Kadeh. 5 appur keltür. Dey burada. Hoşe. Hoşa. Aslı. Moşinçolar kıyırıp gidipse. Sen mi şu? Yerim esirdim bu yan. Ben ezeldin senin bugünkideki altını görüp bakmap dikenmen. Bu turqun, eptin başkıça, kalbin başkıça. Bayımen yağmulda seni tunuyanmay qağıltas kaptı men. Aynı vakit içkimiz. Ölmez doğrunu yasımağın bosaq çökaş ki. Hey meni çetivanma. Gerçi doğrunu her işkimiz tan yasıgan bolsak mı? Lekin onu selli yedin. Yaşap zeriktin mi? Zerikinin bolsa ordudaki tügümez oruk olaşla.
Behuda qon to'kishlar, bekor o'lib tugashlar. Bu rolni 100 yil o'ynab 100 yil ko'ribdiman. Va ayni uchiga chiqqan bema'nilik. Lekin sen o'rdadan ayrıldın. Ayrılgan bilan qandoq yashashni bilmadim. Birodar. Hayot yurginim bilan nimami qila olaman? Lekin yaxshi yeri, yenimda sen borkansan. Bu qatim kelgandikan endi mushadi qilib qol. Ketaman deyman. Seningchi men nemişqa tuyuqsiz seni izlab kelgandiman. Tek yaqinda pal saldırgan edim. Vaqtim to'shib qoldi. To'shmidi. Barcha mavjudotning hayot mamoti mavjud bo'lishi va yo'q bo'lishi bor. O'lmaslik deganlik tabiat qonuniyatiga xilof qilmish. Olamdan o'tganimda sirdishimning amroq bo'lishidan ortiq rohat ish yo'q. Şoňa men ölemen, bemalal ölemen, samimi ölemen. Hergiz ölmez doğrusu işmeymen. Bu dünyada biçare adamdan sen yüentengan bir sılı bolsa yeterlik. Keçirgin yüen birader. Bundan keyin yalğız qaladigan boldum. Yani bulanmagan iş bor. Yüen birader, meni düşünürsen, sana 3 dal boğuç kaldırıp koydum. Ayrım ayrım alda ceset külümünü uğurlaştırdıgan 3 orunu yazılgan. Neyim ehmiydi? Ahmeti yok. Ahmiydi yok. Ceset külünü apırıp oğandan keyin şu. Neymi kıgın kez şunu kıl. Unç köp işlerini başkuralayttın mı? Fakat bo'lmasa meni izlab kel. Ma'qul. Mushavirchi. Mutafaqchilikka maktum topshirib olgandan keyin absat qiladigan har qaysi huquqlarga odam avatdim. Ismga qarab birin-bir tekshirdim, lekin mushavirning izlariga bo'lmadi. Oy, yaramas. Shundoq. Bu mumkin emas. Uni Chang'anga keldi degan qo'y. Biroq Degina. topquchi mumkin bo'lsa, men mushavirning beshiga mos keladigan rasmni bergan bo'lsa, bu rasmni qarasa 100 yoshli boyning rasmida ko'rinmaydi ekan. Bu bekla Yandash bek. begim. Mushu rasm bo'yicha izdanglar. Odam ko'paytinglar. Cho'qim mushavirning izlarini tepinglar. Esinglarda bo'lsin. Dag'dug'i qilib, xalqni parakanda qilishga bo'lmaydi. Xo'p. Bir to'p do'tlar. Agar o'zim izlab qolsam, bir qarablar. Birni qarab, cho'qim tapalaydi. Şair avqida yangi g'azalxon keldi. Mashhur sozandilar o'rindaydi. Esil kuylarni anglag'ach, choy va ushaq-tushaklardan huzurlangaysizlar. Changyin ravqi to'xtab turing begim. Ha, qani kelinglar. Ha. Sodimizni talashma. Ha? Bulamdi. Uxlamay tush kiribsan. Taxtini egizkitu. Ha, mehmonlar, qani bu yoqqa marhamat. Qani. Begim, yanshaq ravqini ko'rib baqsingizchi. Shunchalik yaqinlik ketdi. Yana tayoq yedingmi? Bugun chiroyli
Bu qitim nima sababli eding? Kelinglar. Mehmonni so'q o'tib burnini qanchiqiratim xolos. Ha, mana. Voy, yomon kelsan. Menga o'gitib qo'y. Lenshangda o'tirib. Burun nima ish qilganligimga qarab boqmamdi deyman. U mundaq qilvasa, men ma'qul deydim. Mundaq qildim. U mundaq qildi. Men yana mundaq qildim. U meni qo'g'lida uya buya sakrab kuchib yurgunimni kirdi. Eng oxirida bir kuchab qalli qo'ydim. Tanqigan ovoz bilan uning yo'g'on burniga tegdi. Shuning bilan qanchashirib ketdi. Bu vaqtda xo'jayin bilan ishga cho'moqchi yetib keldi. Yo'l boshla. Chang'an Allaroqi Jingguan 28-yil o'zgartib qurilgan. Tijorat boshlagandan buyon har qaysi joylardan kelgan mehmonlarning oyog'i uzilmaydi. Nazmichilardan adiblargacha esilzoda amaldorlar mushu yerda jam bo'ladi. Kun bo'yi at tarvisi yaqtirib mehrni uzamay. Hay bo'ldilar. Ish qilib tak qaltis degan ma'noda. Begim o'zingizni his qilib oling, ha? Keldik. Ha, kelinglar. Yangimal Shirat ko'rib Bu yerda hayvat mika putkul changanda mushu bir sili bor. Shumliq siziq. Ey birodar, jasad kulongni nemishqa bundaq shumliq qutulgan joyga qo'ymoqchi bo'lasan? Begim, nim dedingiz? Seni tartiqlay. Uchtanga bosil bo'ldi. Qarasam, sizga masan emas. Voy, beyib ketgan o'xshamamsan. Tartiqlisa ko'p ko'rdiganlar bor ekan desa, chaparman qiz fanchavar, pulga ehtiyojli edi-ku, ha? Ko'ngil bilmislarim bo'ladi. Tulpirimni yaxshi bog'lab qo'y. Tulpar? Xalas qilishda Biz qoldi. Yaraydi. Shang! Shang! Kuyshang! Sizni olaman! Kuyshang, sizni olaman! Kuyshang! Begim saqlab turing. Men xo'jayinni chaqirib chiqay. Yaxshi. Işte yaxshi joy tanlash uchun tanga tashlab izda so'r. Ov, palachidiga nima qilyapsan? Kimsin abamı Sinan? Ha? Menin kim ekanligimni bilamsan? Jo'v. Begim. Zaten sen de qaytirib deb sana qaytirib ha? Meni narsalarga nima ish qilasiz? Jigri yetim ishlarni qiladigan turib shunda xo'jayinimni sevara qalay ishlaydi. Kimga ko'rsatay degan? Aram taq. Аңласам yana chatoq teribsan. Meni boshqurishga qo'ysan. Sen xo'jayining tishini tegib qo'ysang, men mutli eshitdim. Sana jarimani qo'ysam, mendan tutadi. Yavaş bunu kızım babama koyma. Ama bir kere pul değilsin. İp gitme. Annesinin köre gözüm yok. Xeridar göz nimi dep qabıl. Boldi. Sana yana nim boldi. Xeridar akeldim. Qiymadı. Ahmas. Hayır boytaq, bunu çek. No'chi bo'lsam qaçma. Qayl bo'lsam hamla bir tutishmoq. Men aldirash. Begim aldırmasla. Allah ravqimizda nazlılla samandak. Başqalarning qo'ydik chimaga ko'z tikishira Men mush yerda turaman. Çay keltiringlar. Bir faqlan keldi. Ruh bo'linglar. Bu afandining kaltishtinimi qo'ymoqlar. Begim, Allah ravqimizga tunji qitim kelgan bo'g'ashqa bilmasligingiz mumkin. Bizning bir yozmisiz qoidamiz bor. Bir qiz hamroh qilsangiz Nechun xona tanimsiz? Voy tanimamdigan. Lirasatdagi katta bedimdar, katta adib, yosh vaqtida bizning mushavirimiz Yuan Tiangang bilan billa ibratnomani yozib chiqqan. Besharatnoma. Biz degan koni tunishladi. Bu jira tayyorlab ber. Amisi qizladin. Bu bo'lsin. Neymiş qandi? Onun aşı qo'lg'im chiqmaydigan go'shmonchig'ini debmi? Bu qiz texi yeshig'i yetmagan. Yaxshi o'ynang. Men texi 15 yoshga kirmadim. Ravqimizning qoidasida 15 yoshga Arqam kirmagan. bormi? Begim, sizlar Bu yoqqa kel. bo'lmasa men sizlarga suv tayyorlab beray, yuzini yuvib olamayapsizlar. Keyningga yel. Ustiga chiq. Keyningga dak. Medirlama. Sizlarga qo'yman kallı qo'shqimak usta.
bormi? A? Mistanga. Paristanga yetmedi. Ha? Ish tugagandan keyin qaytarib beraman. Ishingni boshla. Nima ish? Hujurni yig'ishtirib et. Bu keraksiz narsalarni tashlab et. Ishkim bilan toshbaqini yaxshi baq. Bundan boshqa ishing yo'q. Sen bu yerda o'tiryapsan-ku. Bu qanday ish endi? Qo'shun, seltira, turnushilgi, cho'ng dangli. Qalaymi qancha qilma. Bu boshqalarning tashbaqisi. O sana chaqilmadimi? Chiqilmadi. Faqat uyni yig'ishtirib dedi. Yana tashbaqi bilan eshikni baqatgan. Onun gapiga rosa ishinib qolmagansan. Shuncha ko'p pul xarjlab hech nima qilma. Qayli xuylovni to'sag'inimga xafa bo'latamsan. Nima? Demak, bu dunyoda texi sen ko'rib baxmagan odamlarmi bor deylik. Davomliq meningni to'g'ridab qama. Sevirib kalog'in ketdingmi nima? Ha? Chiqib ket. Men ish qilmasam bo'lmaydi. Bilan kiyimimni tutma. Meni qo'yib. Brother, soatlik joy tepish qiyin bo'lgandan keyin, emisimi, sen uchun tinch joy hozirlab beray. To'charaklik yetgan yulduzi, ko'z sari qo'shna, ta'tir yo'lnishlik olam ta'limoti, o'ng yo'lnishlik sunun ta'limoti. Kun patarda oq yo'lbos muannar muzakkar, 28 turkumning o'zaro moslashishi, 12 osh pishib bir-biriga o'til kirishi, zo'r qurg'oqchilar qosh qarayganda. Osmon zamin saodati kun oy tanglashgan. Ana, birisi orqa o'ylida tangishi cho'tidi. To'rt taraf birlashgandan durustliq, uch birlashgan bular hamon bosh yo'lbos. 3-5 bog'lar bir yerga jam bo'lsa, suv biroq osmon zaminda jut bo'lmas. O'sha yer shu. Begim bu yerning quti yo'nalishini bekitayotgan o'xshamamsiz. Hojati yo'q. Bu anloravqa ichlig'ini 10 yil bo'ldi. Do'kon qaynam tashqiliq cho'mgan xaridorlar uchratdi kelishdi. Quti yo'nalishi intayin yaxshi. Burun boshqalarni quti yo'nalishini o'zgartirib beray degan lekin men ishamayman. Uning hammasi quruq gap. Lekin sizning deganingiz tamom. Xo'jayin xato tushunib qoldingiz. Men faqat bu go'har zamindan ozroq foydalanmoqchi. Kun o'ltirishdan burun bir o'chka, bir qizil xo'ras, bir sariq qo'ng'ircha va bir o'mir teg'i tayyorlab bering. Meningcha mushi yetarlik. Chunsham, yana bir marta chunsham. Chunsham. Yana bir chipasimiz shu. Chunsham! Nimaga olib tursan? Chiqa. Ravaqnamo o'zining qoidasi bor. Seningchining o'zing. Men cho'qim chiqib ketdim. Ketgandan nima foydasi bor? Achanga qarg'ina. Bir obdan o'tadi u. U degan u. Mening o'zim o'ylagan turmushim. Sizlar atsangil bu yerga setib etilgilimi 7-8 yil bo'lib qolganda, necha pul yig'ildi? Chunshang degan bu yerning guli o'zini ozod qilish qilganlar er kishi bo'lmasa bo'lmaydi. Voy! Bundaq bo'lmasa kerak-ku. Ha? Qaraganda bu tilla to'kildigan darxim bilan yana pul topalaydigan daqidaman. O'zingga qamay tug'ilgan kuning bo'ladi. Shu vaqt sana tunji xaridorni o'zim tanlab berman. Qadr qimmating bilan kiyim osalaysan. Xotirjam bo'lib saqlab tur. Ha? Brother, seni cho'qim yaxshi bir joyga o'rlashtiraman. O sara! Tfi! Jahongashta odamchi, yerim kechida shahardan chiqib, umr teg'i yo'tib keldim. Men ravoqqa xaridor boshlab kirmanda charchab ketirgan tursam. Chunshang, bugun ayrilsak yana qachon qaytib ko'rishalaymiz buni bilmayman. Maktub yozib turing. Erkinlik chiqsa nima degan yaxshi. Bu yerdan chiqib ketgandan keyin cho'qim qo'y go'sht sho'rpisi yeyman.
Loyanga berib modan guli ko'rman. Shuni az ko'rib, ishni ko'p qil. Tapqan o azg'ini puling bilan qachon yig'ib bo'la olaysan? Mendan o'tinsang, yaxshiligim tutib qolsa, balkim sana yordam qilishim mumkin. Xo'jayinim dedi. Necha kundan keyin chash tarab qo'ydi ekan. Vaqti kelganda sendan oz tepishimni atayin. Ko'rish qo'ydim, ishonchim komil, u da o'shadi. Men pulni yig'ib bo'lgandan keyin qo'tir joydan cho'qim ketdiman. Yashamoqchi bo'lgan rahat kunlardan o'zim hozirlanaman. Mening endi bunday eski narsalarni yo'g'im yo'q. Foydasi yo'q. U narsalar yo'qib qolsa yuyib chiqaqli bo'lmaydi. Yordamlash. Qaşma! Bu yoqqa kel. Ömür tig'ili qoldi. Ömür tegi geldi. Shu. Begim. Sizni oxir topdim. To'g'ri kelib qoldi, ha? Jon yondashbiga uzun yo'l yurib, Chong'in ishratxonasiga keladi ekan desa, kelgan bo'lganda ekan, sizlar ham yordamlashinglar. To'xtang. Sen so'lg'ira. Ha, bo'ldi. Avaylanlar. Hay, bek ketdi. Bu yerga dedim. Bu yerga. Qarang. Ha? Hay, toshbaqchi. U nega ketdi? Ta'mi yo'q. Acha, sen nimaga Karing kelding? nima? Kiyim yuvishni unutib qolma. Bildim. Mushavir bilmasliklari mumkin. Podshoyi olam ketganlarini anglab, to'xtamay yot etib, tamoqni yemay, ishq kesib Jamal bo'lib qoldi. kuchlik, o't muqim emas. Xo'p. Podshoyi olam dedi. Sardar Sili degan to'rt sulolaning peshvosi. Podshoning bosh vaziri. Hargizmi uvalchilik tortib mansab tutular bo'lmaydi. Qo'y. Bu mo'dallari bek chiroyli ekan. Tuklari paqroq, siziqchalari aniq. Xuddi yo'lvoz qila o'xshaydi ekan. O'xshamdi ekan. Yanala mushi xolos. Peqirlari bu qitim Silini o'rniga chaqirib kelishim, Bu silcha. Alamdor shahning xiyolimi yoki sizning xiyolingizmi? Podshoyi olam mehribon. Peqirlari oliylarining yanida bo'layotgani uzun yil bo'ldi. Oliylarining ko'nglidagini doim parast Qo'yning qilib putini tutib turing. Oilalarga yetkazib qo'ying. Vazirlarning o'rniga qaytish xiyoli yo'q. 100 turani iste'fo beramadi. Oilalardan gunohimni tilayman. Ashurvatdilar. Allaqachon qaror qilib bo'lgan bo'lsalari, peqir chuqum gaplarini oliylariga yetkazib qo'yman. Yana bir ish bor. Maynat narsa sarkarning o'rlashtirishiga ta'sir etkazdi. Kelinglar. Podshoyi olam Silida yana Tayzunxon zamonasida o'zlari dorini sinab qilib yetganlar. Ashu o'lmas dorisining retsepti hozir qayerdadir? Begim, tayyorlik bitdi. Jonvola, Labbay. bu o'lmas dorini yeyishga munosib kelmaysiz. Begim, bir kun avara bo'lishingiz zaten nemish qilish uchun? Do'stimga vakolatan ish bajarish uchun. Shuncha dag'dug'liq? U cho'qinbek muhim do'stingizga deyman. U qayerda? Ko'zi ichida. Murosim oxirlashdi. Kechiring. Chunfa. Aman bo'g'aylar. Uning ismi Li Chunfang. Yana shu Li Chunfang. Nars qini. Avval haqni bering, andin mol topshirib. Haddan ochma. Bu begimning kim ekanligini Spy bilamsan gap yo'q. qil. Boshqalarni qo'rqitib etma. Haq elib ish bajarish, haqliq ish. Sanvar. Qizchaq, mushu narsa ekanligiga jazm qila olamsiz? Men faqat deganlar bo'yicha tashbaqining qapidan ko'chirib oldim xolos. Nayt yaxshi. Boshqa ish bo'lmasa men mang'ashtiray. Qizchaq, avar qildim. Ko'p rahmat. Begim, uni mushnaqli ketkizuydan-da. Sardar, Nima ish? peqirlarning bu qitim sirtqi chiqishda yana bir ishmi bor edi.
Yaqindan beri podshoh olam yana Chang'anga qaytish xiyolida bo'lib qoldi. Osiy munofiq Litangning to'plan ko'tarishidan saqlanish uchun peqirlarni tekshirgili kelgandim. Sal turib agar odamlarni Men allaqachon istifa berdim. Ordenning ishlariga aralashmayman. Yandash begim ixtiyorlari chiqsalar. Ish cho'ngib ketib, silini cho'shitib qo'yaman-mu Men bilan munosabatsiz. Xo'p, silini avar qilmay. Oxir bo'ldi. Ne bo'ldi? Seni ozod qiladigan pul. Meni? Buncha ko'p pulni nerdan topding? Bundan qarang bo'lmasin. Hozir Avar qildim ko'pchilik. Boraylik. Kechiringlar, qizchaq yo'l bersingiz. Ay, sazandilarni to'xtatib tursanglar, rahmat. Nim qilmoqsan? Bir necha qiz gapimga quloq solinglar. Men ordenning odami. Yaqinda bir ma'lumot topshirib oldim. Bu yerga Osiy munofiq Litang kelib ketib yurayotgan. Ko'pchilik men bilan birga tekshirishga beringlar. Ko'pchilik ansirmasanglarmi bo'ladi. Faqat savol so'raymiz xolos. So'rab bo'lgan hammanglar qaytib Amaldor kelasizlar. begim, orada sal uqishmaslik bormi qandaq? Allorawqimiz durust so'di qildigan joy mahkama ruxsat qilgan. Sizning bog'ingiz yo'qmi? Sizlarningmi bog'inglar yo'q? Odamni xotirjam yashashni qo'ysamsa yo'q. Lesualsdan qoldiq kuchlarni o'ltirimiz davlat qilimi necha yil bo'ldi. 2-3 kunda bir kelib odam tutyapsizlar. Shu emas. Ko'pchilik. Men faqat ordenning yorliqiga binoan ish qilaman. Amaldor Men begim, meni biladilar. Sog'lom ishkimiz bormi? Saqlab bo'ladi. bam sağlama mayli. To'g'ri deydi. Bu Ölsem ana bo'ldi. Kichkina taqqanlar. Birisini saqqanmizon. Peki. Bu Nima bo'ldi? qo'l solib izlab soldi. Qo'l soldi. Nima bo'ldi? Üstündeki ocak. Onun da sordum. Onun fikri yok ki. Acha. Hay. Vali ehti canapları. Belli bırak kadar kiçeydi. Acha.
Labbay. Hech kimni pichiq. Yo'lga chiqaylik. Bo'yonga qaytamiz. Bir kun ayishmadi. Sen zade nima qilmoqchi? Begim, siz zada nima odam? Siz palcha emas, balki ordining amaldori. Menda bekchiq pul bor. Qisosimni yeb bera olamsiz? Bu pullarning qandoq kelganligini bilamsan? Açam mening narsamni o'g'irlab ash odamga berdi. Oltin kumushga erishgan bo'lsa, hayoti bilan badal to'ladi. Hamda 50 ravqidagi hammalarni balog'a tutdi. Hozir yana shu pul orqali mendan qisos ep berishni o'tinyapsan. Seni teqa ayblamagan fursatda qo'lingdagi maynat narsani elib, ko'zimdan darhol yo'qol. Acha, biz qochib ketaylik. Bu yerdan ketaylik. Tayoq yeb o'ldik bormi? Chiqib ketganing nemisi yaxshi? Bizning burun ko'chalarda qanday kunlarni kechirganimizni unutib qoldingmi? Bilmayman. Soch qisqichni qaytirib ber. Pul mening. Qaytirib ber deyman. Seni ozod qiladigan pul. Mening? Buncha ko'p pulni nerdan topding? Acha. Mam. Sizdan o'tiningidek yuzimning yo'qligini bilaman. Acham o'g'irlagan narsa cho'qim bek muhim. Bo'lmasa uncha ko'p pulga erishmagan bo'ladi. Ham uncha ko'p odamlar o'lib ketmaydi. Mening qayturg'idek faqat bir jinim bor. Lekin men hozir o'lsam bo'lmaydi. Menga gumpi uyutib qo'ygan bo'lsangiz, men acham uchun, Allah ravqidagi ko'pchilik uchun qisos olaman. Agar men o'lsam, sizga bir jon qayturg'inim bo'lsin. Agar men o'lmay qolsam, cho'qim oldingizga kelib jinimni topshiraman. Sening jining hech nimaga arzimaydi. Ochingmi shu? Allah ravqi, dunyodagi hamma odamning jini, hatto meningmi? Hammasi bir top sesiq go'sht xolos. Sen menga qarz emas, qisos og'ing bo'lsa berib eliva, o'lging bo'lsa o'liva. Yo'qa. So'ramisiz? Yo'qlar. Ay! Nima izlayapsan?
Bu sizning. Epket, bana ergişvanma. Sana herkes ügetmeyme. Siz bir narsa izlayapsiz. Men izdish beray. Sizga agishishimga ruxsat qilsangizlar, men uyg'onib bo'lgandan keyin cho'qib. Yani yeter kıladigan bolsan seni öldürüp bitemem. Begim qog'ozni men ko'rsatib qo'yam. Mushu yo'l ustida men ko'p yutib qo'ysangizlar bo'ldi. Men bildim. Ushqun gul ekan. Longshan naysidi ba. Men kichik vaqtimda ko'rgan. Kompa ügenmekçi bolsan, eşekni itelep yetişipma. Ben fakat Uşqun Gül'nü köygenge kadar ügütüme. Ügünelemsen, ügünememsen menin karım yok. Kimden kısas ilişim mi men bilen münasibetsiz. Ölük tirikin mi men bilen münasibetsiz. İş ahırlaşkanda bir-birimizge qarz emas. Herkes kendiga kirib olmaymiz. Barcha gullar kechilab ichilur. Tong shamoliga saqlamay po'raklar. Az qoldi. Tez, o'tni kuchaytiringlar. Aliylarga ma'lum bo'lg'ay. O'lmas to'g'risi tayyor bo'lay deb qoldi. Aliylar uzun umr ko'rib, saltanati yuksak bo'lg'ay. Bu yer. Yangjo, Sangbin g'ari. Avval qo'lingga maskaladigan qurol topayli. Bo'lmasa hozirgi holating bilan qisas. Bu muhim joyga qadam bosib ketilgan kim? Oy. Serdar. Og'ri keldilar. Yer tur. Oy. Çasaqallar o'sib ketgachga to'nayolmay qoptimi Serdar? Nemish bilan keldilar? Bu qizga bir qurol be. Bu qizga bir yara be. Serdarning qizi mushundaq cho'ngib ketibdi-da. Yo'q. Men faqat begimdan gumpa o'ginaman. Ha? Begim shogird qabul qildi. Ayni yili men Serdardan 3 yil o'rgangan bo'lsam, hech qanday ta'lim bermagan edi. Bova, sizning ismingiz nima? Ha, 3-avlod Kim Xabdolloq iz o'g'lash ustasi Fekida Yulduzi Jang Jenji. Fekida Bir Yulduzi. bakar şu. Serdar. Kim Xabdolloqlar? Sizlar degan Sardar degan nima degan gap? Ha, siz. Adamlar begimni Sardar deb chaqirdi. Kim? Jang Ulan. Darvaqa, u jodigar oxiri o'zini bosolmay Serdarni ovar qilib ketdi. Serdar, undaqda o'lmas to'g'risini nasib shu, yollardi bormi? Nima o'lmas to'g'risi? Mening acham o'g'irligini dal o'lmas to'g'risining retsepti. Ha? Yetib ketdi.
Fursat keldi. Oxiri chiqib ketalaydigan bo'ldim. Hey! Qizchaq, ansirmang. Go'mpini yaxshi o'rganib qilsangiz deylang. Ifodangizga qarayman juma. O kim qaptolliq kelsak, podshohga bevosita qarashliq maxfiy qism tashkiloti bo'lib, dunyodagi oz bir qism kishilarni biladi. Tezoslar qurilgandan tortib hozirgacha necha 10 yildan beri har qaysi joylardagi to'planuvchi qaroqchilarni o'ldirib, Astirtin o'rnidagi har qaysi taraf kuchlarining tangpoqligini saqlab kelgan. Bu sirliq tashkilotni qurgan odam Yuan Tiangang. Begim 100 necha yoshga kiribdi-ku. Amalimdan iste'fo berib bo'ldi. Naydi ig'irma? Naydi ig'ir. Bekli ig'ir! Sardar, gerçi men cadugarlar ranjitib bu yerga tushirilgandan keyin izchil qo'ralayoq ambura qargan bo'lsam-mu, lekin butkul hayotimda sizni o'zimga ulgi qilib, har kuni badan chiniqtirib, irodamni tavlab, bilimimni takomillashtirib, necha 10 yildan bu yoq qilishib bo'shib qolmasligim hammasi mushkun uchun. Siz o'lmas to'g'risi o'g'irlandi, amalimdan istifodim deb niqobni bu yerga keldilar. Mana buyruq qilsizlar. Men rostli iste'fo berdim. To'g'ri, qilmaymiz. Menmi qilmayman. Lekin men Sardar bilan jon keziman. Kim qilsa shu qilsin. Nima kim qaptolliq degan? Hech qaysisi bilan ko'rim yo'q. Sardar, sizga qanday qo'ral kerak? Abadiylik yaralar, abadiylik bayashatlar, ayrilmas qadinaslar, tugmas qo'yilsa. Falin o'qiyasi? Falin to'sisi? Tumandonlik, yig'ni o'qiyasi. Bu qandaq o'qiya, Sardar, o'z qo'li bilan loyihalagan. O'zi kichik chaqqan bo'lsa-mu, kuchi pek zo'r. Sardar. Sardar! Chang bo'g'am bilan tezroq qo'shilishmidik. Sardar, meni tatib qo'ysin-chu. Ölmez doğrusu tayyor boğan aman. Xanish bana buyruq çürüp silini bildi istimal qilsin dedi. Kamilleri faqatla to'sib qolamadim. Begim. Davomlashtiring. Yana bir qadah. Begim. Ular Ölmez doğrusu. Mana. Men siz bilan bilet etib boqay deb saqlab turgan. Yo'q. Zodi ish bunda oddiy emas. Yuan Tiangang. Uni qaytirib kel. Hop. Vali ahdini avar qildim. Can cəmiyyətinə vəli əhdim. Ular açıqlanma. Podsho degan o'ltirib ta'siri bo'ldi. Boshqa ortiq ish qilishining vaqti yo'q. Fualın yeni maharetini bir dostum bilen keşif kılgan. Dastlabda pallini dağlaş, kütüneş, yelgumsini şekillendirish mahareti. Keyingisi mudofaa, yuşurun öldürüş, düşmandan tarmar qilish mahareti. Yeni boshqarishda sanjish, to'lg'ash, cho'rish, uvlash, etish, qirish, ushirish, titirtish qatorliq 8 amlisi bor. Har qaysi shaklni biriktirganda har xil o'zgarishlar chiqadi. Yengini boshqarib dushmanni o'ldirishda. Begim aldirmayroq so'zlarni lekin bunda o'qiya 8 shaklli fualın yeni mahareti bilan personajlarning ritmlik harakati birlashtirilgan. Hamda 6 hunar bilan birlashib qo'yib chiqqan. Şuna sen fakat qundaq o'qiyaning asos ishiltish usuli va palla o'rnini bilvasanglar, o odamni o'ldirishga fursat chiqishi mumkin. Amsi men qaysini boshlab o'rganaman? Asosdan boshlab, qo'l ojiz bo'lsa kuchsiz bo'ladi. Sumak muskulini kuchaysa tog' yo'tkigil bo'ladi. Uninga daraxt tortish kerak. Osti badanni ko'takdak mazmun qilish uchun bel kuchini oshirib, payni kuchaytirib, badanni quvvatlab, qadini rusash kerak. Tinish turganda toshdak, harakat qilganda toshqandak chaqqan, tog'dan tushgan yo'lvosdak, oynishi burkit kabi toshqandak sakrab, kakukdak tushish kerak. Yugura! Beğişini asla qartib, ritmini güçlendirib, to'lg'ab sanjish kerak. Beğişini ta'tir aylantirib, ritmini kuchdan ojizlashtirib, o'g'lab etish kerak. Oldiga surib, tening yenib, ojizdan kuchaytirib, qirib etish kerak. Qo'lga silkinib, qo'ng'a harakatlantirish, kuchlikdan ojizlatib, tirtib kuchtirish kerak. Begim, siz rostla 100 necha yoshga kirdingizmi? Necha 100 yil yashasa, qanday bo'lar ekan? Esimda yo'q. Amisa yüzünüzdeki tatlı qanday qilib qolgan? Bek og'riydigandek ko'rindi. Haras, eshakning kayniga isib qo'ygan ikki kutning ichidagi yana shu yilqi Linchun fanami. Bu odam baxali ekan. O'zini 3 ga bo'lib, umi
Kim Xabdulluqmu? Emas. O adam qutqizmaydi. Kim Xabdulluqlar faqat adam o'ldirdi. Adam qutqizmaydi. Siz qutqizsiz. Xayr xo'sh. Rahmat sizga, tog'a. Serdar! Meni saqlab tursizlar. Jang bova, bizni qandoq topdingiz? Iz qo'qlash biri Jang Tianji. Men Jang Tianjining nomi bikoqi chiqmagan. Serdar, meni sinab atdilar. Men asqatiman, men asqatiman. Bu ya, mening hamma yerda tanishlarim bor. Meni ilvaslar, yaxshi yeb, yaxshi ichalaylar. Qandoq? Karvatda uxlug'im keldi. Go'shigim keldi. Bu yoqqa. Yana Ata, Can tağam ve onun oğlu yeni nevrisi mi sizni yo'qlab ketdi? Kim Xabdulluq salohiyat maxfi sizlarni qiynab qo'ydigan bo'ldim. Yosh turib, hech ish qilmagan. Akajon! Görüşmek olsun bak da. Jasoratınız urg'ib turibdi. Salabdingiz buruqdimi ishib ketdi. Aşaşa, nimaga qarab o'tsan? Tez ko'ngil bilan tayyorlik qil. Bugun kechda babuk do'tsiz yopib qilamiz. O'zi ish ketganini qara, otang bilan qizingning ish qilayotganini ko'mdingmi? Bu qitim nima ish bilan kelding? İstifa berdim. To'g'ri, men istifa berdim. Yana o'zi aytgandimi? Otang yig'ildimi? Otang sharaf keltirdimi? Meni qo'yib, Can tağam, uni bundan aytib qo'ysangiz bo'lmaydi. Pojanslarni ip chiqqan. Men Qanday degan gap bu? Ko'zingda yo'q-a? Buna. Tez bo'l. bova sizni nima deb chaqiramiz? 3-chi avlod Kim Xabdulluq. 4-panjilik sher. Mergit Sluda. Sizmi Kim Xabdulluqmi? Biror batiran ish izlaringiz Uningmi? Uning yo'q. Oliylarning yendiki eng yosh yasovul edi. Tilga elishga arzimaydi. Menga begimning hikoyasini, Sardarning hikoyasini so'zlab bering. Onu so'zlashga necha kech kunduz ketadi. Ayni vaqtda men oliylarga agishib nurg'un dushmanlarni yo'qotgan, tog'da jasadlarni kechib, da qiynalgan. Kichik bolani qo'rqitib etma. Amsiman, Li Chunfengning ishlarini so'zlab beray. Li Chunfeng? O ishkelarning bishoratnomini ijod qilgan vaqtini so'zlab beray. To'xta. Buni o ishkelarning turmushga o'tirib boshlab so'zlashga to'g'ri keladi. Ular rahimlar butxonsiz uchrashib. O'ylama, aniqli munchini ko'rishgan. Ketgan edi. Qara buni. Mana misa. Shu ishdan keyin ular umrlik sir. Burada. Qo'sha. Voy. Yuan birodar, o'lmas to'g'risi oxiri bitdi. Tezman. Yuan vazir, jafo chekdimiz. Vazirlari, oliylar uchun doğrunu sinab beray. Talantingizni bundaqni ko'milib qilishni xohlamayman. Yuan vazirni Kim Xabdulluq sardor qilib tayinladim. Maxfiy holda Kim Xabdulluq tashkilotini qurib, undan keyin faqat meningla buyrug'imga bo'ysunqay. Bir umr buyuk tong sulolasi uchun qon ter oqtirqay. Xo'p, bir kunlik Kim Xabdulluq. Bir umr Kim Xabdulluq. Haqiqiy erkak qalbiga ulug' armonlarni pukidi. Hayot mamatdan qo'rqmaydi. Kichik ishlarga parvo qilmaydi. Ishkilangidek nemish bu? O'ldir. Shunda qilib Kim Xabdulluqlar podshohining eng so'g'uq qilichi hamda eng qattiq qalqini bo'lib qoldi. Kim Xabdulluqlar sardorining nomi hammaning quliqiga yetib, butun jahonni larziga soldi. Lekin bir kuni Sardor tuyuqsiz, izdiraksiz yo'qolib ketdi. Kim Xabdulluq sarosimga tushdi. Shunda peyxirma o'sha vaqtda amalimdan istifa berib pinhon yashashni tanlagan. Begimning
tutib olgan ayol bo'lib baqqan. Qizchaq, g'aybat qilish yaxshi emas. Yaqin kela. Sana deb beray. Mundaq bo'lgan. Teyzon davrida tiqib qo'ygan esil sharoblarning hammasini epchiq. Men qonlig'incha ichiman. Sardor, şarap ketdi. Qani, xo'sha. 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 Sar Can buva. Begim. Orduga u lozim. Bekir bu Peki. farmonga binoan ish qilyapman. Qizcha, bu ishning sen bilan aloqasi yo'q. Darhol jiningni qoch. Bo'lmaydi. Yaqin kelmang. Xo'jin. Ayda afsus bu qurolni nash qilib uzun bo'lmoqda. Gachir. Birdan uxlag'in. Sardor, siz Odam badaniga yengni sanjish, daldaraxlarga sanjish bilan sal o'xshamaydi. Yana mashqqa. So'rallar hujamatining maxfiy do'risi Xanju talqinni tetib baqqan bor edi. Hozir qarasam, tayinlikka. Qaraganda o'lish. Bunda qasonga tushmaydek. ishning bo'lmoqda. Boblar, chinib qolgan ekan. Sardor, Peqirning o'lmasligidan og'rinma. Yana o'sirib. Qiynatam, xushal bo'lib, xo'jangiz yeyapti. Biroq sara, bu laykanay. Bu qancha, bu yalqinlar. Mingazlik yangroq. Voh, bu tavat turdi. Bu halak maymuni. Qanda, men yomon ekanman. Bu xo'jangizlarning hammasini o'zim tanlagan. Ovozi bek yangroq. Men tug'digandek qilaman. Ben tug'digandek qilaman. Bu hamma tug'dan chaqirib kelsin. Bo'ldi. Qenata, kim qilyapsan? Qo'chang sho'shing topmaysan. Sardarning sana yo'l qo'yib, rahim qilayotganligini bilmadingmi? Bir butun yo'rgin sangilgan turib, ishning bo'yi va jiddiyligini tekshirib bilmadingmi? Sana Men ishmidim. Bu Sardor. Ben to'g'ri olsam deb kiray. Mayli. Biz bilan aloqasi yo'q. Qizchaq, mayli. Dadasi. Xotin, ne bo'ldi? Ne bo'ldi xotin? Ne bo'ldi xotin? Yerildi. Nima yerildi? Nima yerildi? Seningcha nima yerilganda u qalda? Chavar! Sardar, men berib digilay. Ben og'rib ketdi. Tug'utanisi kelmadi. Oldirman. Havli qildirma. Tez qaytib kel. Uni o'qib qoqlama. Tezmi? Odam kelib menga yordamlash. Acha menga topshiriq. Ahvol qanday? Mana ishinglar. Yezna berib bir necha o'tqan aytib keling. Men qila oladigan ish bormi? Siz suv qaytdan yana paxtaroq tepan qancha bo'lsin yaxshi. Xalas. Yana qaytjinma. O'tqa qaqlab aytam. Tez. Bosh ustiga. Sizga qarab qoldim. Suni bu yerga qo'ying. To'g'ri, avnam qo'ying. Acha oldirmang.
nafas iling. To'g'ri dalmi shundoq? Kim kaptanlıkla Serdari? Yaşap zeriktin mi? Bu 100 yıldan buyon nurg'unlagan qon to'kish va echinishliq nolalarni boshdan kechirdi. Men bag'ali joy o'lim bilan to'ldi. Ma'nisiz, ma'zisiz. Baribir bo'lib qoldi. Natayin. Qara. Kuchang acha. Kuchang. Az qoldi. Kuchang. Kuchang. Serdar! Serdar! Serdar tug'ildi. Qizgan. Serdar. Burningiz qanapti. Birdan bo'lmagansiz ha? Xotin sana ne bo'ldi, xotin? Xotin meni qo'rqitma, xotin. Qon to'xtamayapti. Xotin. Qon to'xtatish pallisi. O'gitib qo'yay. Puttiga tayin pallisi taltumiri. Jingshu, yushirin o'q pallisi, dadu pallisi. Puttiga jo'yin jigar tumiri, jungdu pallisi. Begiz o'tir barmoq alqan so'ngak orasidagi Duanxun pallisi, Saninjao pallisi, Sho'xay pallisi, Mangmin pallisi, Tal pallisi, Börak pallisi. Uxladingmi? Söyleyge rahmat Serdar. Fanchaverga rahmat etsan bo'ladi. Hammani u qildi. Rahmat qizchaq. Qizchaq, yaraysiz. Men texi. Mushundaqla mangamdiq. Lübovan vazifani o'rindayamidi. Uning ailasidagilarni o'ltiraydanmi? Po? Serdarning o'rinlashtirishi bor. Ularga hech ish bo'lmaydi. Xotirjam bo'l. Serdar, navri qizimga ism qo'yib bergan bo'lsangiz bo'ladi. Meni qutqizib ol. Yana kulyapsan-ku. Mashqat. Adam badaniga sanchishni qanday mashq qilaman? Serdar! Serdar meni qutqizib eling. Mashqat. Begim, siz Ha? Voy ajab ig'ir ekan. Bekda erib ketdim.
Odam badandagi ajalli kalli manbasi jami 36 joyda. Esingda bo'lsin, sen fursatni tepib, shuning birisiga taklif qilinglar. To'qon pilot. Yaraysan. Kim Kaptonluklar Serdari mensibinden ayrılığında uzun oldu. Yiyin Dörtki Kim Kaptonluklarını çakırgan zali kim? Alilerden ferman var. Bugünden başla Kim Kaptonluklar bana Kim Kaptonluklar fakat temtek sonuydu. Servanı boşsumaydı, onu boşmadı yaptı. Hem sen men üçün can tikin var. Yerimaydan köprek minib, oxiri keldim. Ömrümden yerimden köprek ötüp ahir şehir geldim. Kun texi baldur. Bugun mushaning qaytisi bo'yicha ish qilaylik. Sizlarni bu yana Panus bayramidan toza bir hozirlantiray. Panus qo'shu. Hayron qoluvchiligi yo'q. Menga. Bu yurtga kelib, har qaysinglarga ma'lumotchilik olib keldi. Cho'ng shaharlarda Bu naqli do'stlar bo'ldi. tayinimiz. Yaxshi. Ko'pchilikka rahmat. Vah. Pek o'xshabdi. Yana bir qacha. Manazir. Tamlikni Odat keldi. kichka. Serdar yegan noz ne'matlar, sen yegan guruchlardimi ko'p? Voh, qirala. Qolsgana. Başlarga qaraganda hozirgi davlat mushaviri Yuan Kangal doğrugarlik ve pal silishga usti bo'lib, Tenzunxon zamonidan boshlab oldingi navbatli podsholarni aldab, sizg'an sizqi bo'yicha ish qiladigan qilib o'tgan. O'z martabasini saqlab qilish uchun Astirtin Kimxab to'lliqlar tashkilotini qurib, Kimxab to'lliqlar sardori deb o'ziga tamanno qo'yib, ko'plab shogird to'plab, yotlarni yo'qotgan. Ziyonkashlikka uchragan sadoqatmanlar son-sanoqsiz. Hozir hishi 100dan oshgan. Chiroylari faqatla buzilib ketgan. Shundaqdimi u o'lmas to'g'risin xosiyati bilan o'zini quvvatlab, o'rda hokimiyatini o'ng'ishigan. Zamondoshlarining majburlashi bilan raskab qilishga petnamagan. Halbuki u allaqachon podshodan qasla hammadan yuqori martabalik bo'lib qolgan. Huquqining cho'nlig'idan hech kim to'sib qolamagan. Kechiring xo'jayin. Nahayt azobli ig'ir kunlarni boshdan kechiryapmiz. Bu hiliqi qadimgi so'zni isbotlab berdi. Odami Allohdi olamni falokatga qilib. Yaxshi. Qaltis. Yaraydi. Jo'ylama. Yuan Tengang hargizmi sen degandek odam emas. Qalam-qal so'zlab odam aldayapsan. Sen kelib so'zlamamsan. Kimdi u? Kichikgina bo'lib Qaranglar. Qaltisqo. Yuan Tengang degan bu odam intayin kamsiz. Davomli chiroyini ochmay yurdi. Chachlarini ratlamaydi. U mo'go qaqlaganda davomli ko'ydirib etadi. Ishga qo'ygan ismi Mobak Xalita. Lekin u chambarak etishga bakli usta. Bir qitim hammaga kirgizalaydi. U degan talantli mushavir, politsiya maharati, bakli qaltis. U yana taq yaxshi sardar. Qo'l ostidagilarga bak ko'yindi. Yamonlikqa yaxshilik qiladi. Qo'l ostidagilarim uni bak hurmatlaydi. U texi yaxshi ustoz. Azaldan shogirdining do'tligidan og'rinmaydi. Davomli sabrchanlik bilan o'rgatadi. Mardlik bilan yordam qiladi. U bakli mehribon. Hayvonlarni asraydi. Hayot xavf ichida qolgan amaldor ayolni yordam qilib qutqizib oladi. U texi do'stig'imi bak yaxshi muomala qiladi. Do'stining arzusini u izchil qalbida ching saqlaydi, ham uni butun kuchi bilan o'rindaydi. Uni bilan uzoqroq aralashsa, shuni bayqaysizki, uning ko'zlari bakli nurliq, bakli illiq.
Hey sözlüğünün adetki bir adam koy. Yöntem kaldığı adetki adam ha. Kalayıp kaçıyorduk adam. Yoksa bakmayın. Sen çöylü vadı silah. Silah körken ben onu görgen. Öz gözüm bilen görgen rasta vadı. Şunu yapalım. Serdar güldü. Begim, ular dal. Endi məşq qiladigan vaqt keldi. Qaysimiz ko'proq yutalaymiz bəsləşəydi. Betin alamsan. Fitnamı gerek neymiş bak? Serdar, ben... Nima deding? Oy. Can baba. Hey! Meni saqlab turinglar. Sekrelim. Serdar. Can baba. Kuzuyinglar. Serdar. Unda qilmang. Çatak oldu. Öğrenip düşüdüğüm oldu. Hey alınlar. Tekrarla. Serdar. Serdar! Begim, aşudan. Uşkun gül. Muşiye içeceğim da. Kutu yo'linishini bekitamsiz. Әмісі мәнзірге мас келadiganini qilaydi. Bir temsil isim geldi. Öşmellik. Ağzınızı yumun. Begim, amaliyotda bugun mening tug'ilgan kunim. Men o'tkazib baqqan eng qaltis tug'ilgan kun. Qandaq arzuying bor? Sizning saqalingiz yo'q, altingizni ko'rib baqqanman. Chaqchaq qilib qo'ydim. Mening arzuyum bu dunyoda men va ochamdek odamlarning bo'lmasligini umid qilaman. Hammaylar tinch-aman yashasa, kiydigan ishdiganlari tal bo'lsa, xushal-xuram, qig'isi bashna qila olsa deyman. Mushundaq bo'lsa, sizga o'xshash odamlarning hojati yo'q bo'ladi.
Ha rost. Navoda qo'ldan ketkizib qo'ysam, vaziyatni o'zgartiradigan ajoyib mahorat bormi? Xolini yığınısı bilen Beyxuy pəllisini çekse buladı. Bu pəlle barç pəllining merkezi. Şu pəlle çekilse adam bedeni çekten halqıydı. Lekin gözün yumup açqışı bolğan fürsət. Lekin bu amal usul gör ağızdan qaytib kelishga işletiladi. Qat'iy amalsız qolgandan boshqa vaqtda işletish bo'lmaydi. Menda bir xil shumliq tuyg'usi bor. Tushundim. Bugunkisi eng oxirgi qitimliq dars. Yomon emas o'rgandimmi? Texi bu so'g'isidanmi o'tmadi? Siz menga faqat ushqun gulini ko'rgichila uyutaman degan. O'ginalishim yoki o'ginamasligim siz bilan munosabatsiz. Kimdan qisos elishimmi? Siz bilan munosabatsiz. Mening o'lik tirikligimmi? Siz bilan munosabatsiz. Ish oxirlashganda bir-birimizga qarshi emas. Herkes keyniga kirib olmaymiz. Agar men o'lmay qolsam, yana tug'ilgan kunimni o'tkazib bering. Begim, bu Tibet xalqının soğuq dehçini mərva etdi. İyi sonda bolsa. Fırsat tepib, pəllining birisiga tekkiz sana cho'qim yulib. To'xta. Sen kelinglar. Serdarni kutib olishga tayyorlaninglar. Bek o'xshabdi. Bek tatlı ekan. Meni tutma. Ne chekirding? Men quchib qolay. Tulpar, sen nim deding? Ochashni seqindingmi? Kelinglar. Yağmurluq kunlarda asqat dur. Qandolat elinglar. Yasqat. Bu soltek. Oy.
men asqatiman degan-ku. Haqiqatan asqatdim. Voy. Mening yana tek cho'ng foydam tegidi. Ha? Sardar, narsangiz unutib qolibsiz. Chuh! Kes bo'l. U kelmaydi. O'ylamagan yerdan mushavirning o'rniga qaytirib kelaligini kichik bir qizchaq bo'ldi dedi. Gapning poskalısını da. Menga nima kerakligini obdan bilasiz. Retsipni qo'lga tushirib bo'ldi. U saxtga. Saxtini rost ko'rsatishga sen hammadan ustig'i. O'lmas dorisi badanni mustahkamlab kuchaytiradigan dori materiallarini asos qilgan. Qo'g'ishun, simab, timorfit qatorliqlarni post, qizillak, simabni shakl. Qo'g'ishun, bo'rak quvvati. Simab, talning jang. Qizillakni eritib, simab shakliga akilamiz. Tuvandan, o'tirdan, ustidan toki o'lgicha o'tkazish kerak. Azroq simablashgan qizillakni ustidan, o'tirdan ostigacha, qayta aylantirib toki tirilgicha. Yetaklash rolini o'ynaydigan bir narsa lozim bo'ladi. Sen retseptni og'ining bilan muhim dori yetakchisini qoldirib qo'yibsan. Toshbaqi qibi. Meni aldayapsiz. Endi bo'lganda ortiq ish qilishimning nima hojati? Begim, saqilınız qani. Va'dasida turmaslikning badali ig'ir bo'ladi. Sening ishing tugidi. Endi uning bilan ishni deyishadigan vaqt bo'ldi. Qo'l soldingiz-ku. Sardar, siz rastalla bu yerdan saq chiqib ketalayman deb qoldingiz. Sen mi o'zingcha? Kim xap to'lliqladin? Odam qammidi deb qolmagansan. Çevirle! Bu oğlanın kerametini görüp bekleyin! Bunca avlat kim kaptanlıkla? İsiz adı yutsi. Çilla! Üçüncü avlat kim kaptanlıkla? Üçüncü avlat kim kaptanlık? Zindan yıldızı! Edward yıldızı, Sunernia! Ölmez doğrusu tayyor bo'lay deb qoldi. Sardar, buningga qiziqsangiz, bu yerda kelib shuningga guvohchi bo'ling. Qo'rqayotamsan. Hozir mangsan ulgurasan. Qo'rqaman. Lekin hikoyani oxirini o'z ko'zim bilan ko'rdim. O'tloq dog'ma yilini, kech kunduzni bilolmas. Sardar, siz 100 yil mashq qilib hayot mamatni ko'rman qaytim ko'rdingiz. Amdilikda bir kichik qizga hamroh bo'lib chatoq chiqaryapsiz.
Men Can Volan ko'p yillardan beri chidab oxiri hozirga ulashdi. Bir ayol kishi podsho bo'la olgan yerda men Can Volan nimishqa bo'lamig'idekman. Hozir jahon mening qo'l ilkimda. Bugun o'lmas to'g'risimi qo'limga tushsa, men abadiylik shohi bo'laman. Mangu yashayman. Ham xayol qilma. Onchilik haling bilan o'lmas to'g'rining chiritishiga hargiz taqobil turolmaysan. Yesang o'lgini uchun. Bilaman. Bo'ldi. Seni yo'lga sepib qo'yay. Begim, Doko. Halokat girdobig'i borgandan keyin qayta tug'ilish. Yo'lan xotirjam bo'l. Men yaningda bor. Necha yildan buyon dorilarni sanab ko'p jafo chekdim. Eng oxirida akamga yana bir qitim yordam qilgan. Men haqiqatan bu dorini yolg'iz hazm qilib olamayman. Lekin biz Akufukaning irodasi jahannamni yutib yetalaydi. Yuan Tiangang o'lmas to'g'risidek bundoq go'harni arzimas bir odamning hayotiga tegishdi. Go'harni zoyi qilib, shuncha uzun yil bekor yashapsan. Sen hech nimani bilmaysan. Bir o'rdak sho'rpisichilik tamlik emas. Nima? Hey! Serdar, şemşerini tut! Besi. mening narsam qani? Zahar badanga kirdi. Qanday qila olaysan bir ko'ray!
qizchaq. Holun yığınısı tügidi. Çaş qısqıçığını işiltib duray. Yakın seri 100 yılda bir görülüdü. Senin ölgün idiğo. Yana nemiga qarshilik qilsan? Senin bu 100 yılının qilchi qimmati yo'q. Uningdan o'lib da azod bo'l. Taşbak. Uzun yasımı. Sen kettin. Sen kettin. Taşbak. Neymişka artık işqa aralashib o'rin egallab olib ish qilmaysan? Ha? Degina! Gel. Serdar'la uslup koyay. Hay!
Peki, ne bo'ldi? Bu yer gömürülüp çeydap kaldı. Derhal çıkıp ketmesek bo'lmaydi. Tug'ilgan kun orzusi. Nima? Bugun tug'ilgan kun orzuyingni amalga oshirib beraman. Kiydigan ichdiganlari xushal xura. Hammaylar tinch amon yashaydigan qilg'isi bor ishni qilalaydi. Nima deb jeylyapsiz? Tez mangayli. Serdar, qizchaq! Can baba, tez! 萤火穿过风，融化成飞光，就在你眼眸上方。当云都尽， o'qiyotchilar tayyorlanglar. 落的晚霞。 Bu ishni qanaqa odam chiqishidan qat'iy nazar. 肩上的 Meni qo'yat! Begim! 色回首，指甲有萤火回荡，跟着你身旁有你。 Yak! Yak! Begim! Begim! 自己的悲欢浮沉盛大，但若一起看过地上星河飞花，怎会有重逢那天？我会带上所有渴望，去到更远的地方，如萤火与月光彼此点亮。山河万里曾有幸与你并肩闯，我会成为你情人。 Bugungi ish sirtqa tarqalib ketishga harakat bo'lmaydi. Barliq to'pini kim xabdolliqlar koni a'zolar nomi xotirlanglar. Lu Lingwang o'rniga qaytib vali ahdilik o'rniga chiqsin. Podshohi olam donodur. Hazrati muqaddasdur. Podshohi olam donodur. Hazrati muqaddasdur. Podshohi olam donodur. Hazrati muqaddasdur. Adil idora qilish, gullanishga asos solib, kun oy ko'tarilib, hozir gullanar. Nima? Bir masala bormi? Hech nima. Sening toyning yo'qkan desa. 总有人无人手掌，就不怕风霜。我会记得要努力活着，我没忘。某年某月风起日朗，因为散尽千秋万夏。 Agar men o'lmasam, tug'ilgan kunimni o'tkazishga. Oy. Oy. Bu nereden kelgan shamol odamning kayfini ushirib? Shuni deylik. Qani keling, ichaylik.
你keldi. 总有人无人手掌，就不怕风霜。我会记得要努力活着，我没忘。看岁岁长安有酒今朝下，愿年年眸光有泪映贴花。当孩童绕膝下，闲来只几许话。岁月无恙，晚风定会传达。好了，弄那看。过来。Kim Kaptolluqlar 36 tengang buyruqqa quloq selinglar. Darhol 50 tig'iga shu zaminni ep kelinglar. Faqir Sardar ular bilan obdan bir paranglashib baqa.先帝登基，朝中事务繁杂，勿要耽搁。大帅谬赞。